kovulmay bo'lgan. Bu bilsalar ham faqat ko'zingizni qilar xolos, svarshilar qilavermaydi buni. Uncha svarshilar buni qilib berishi mumkin. Hamma joylar idealni turibdi. Sharlar kovunli, xamutlari kovunli bo'lgan. Buni faqat temirchi ko'zingizni qilib beradi. Idealni o'ynagan 5 kilogramni berganmiz. Tito polish qilgan, betonlardan berganmiz. Bu seryozni kvadrat $60 boshlanadi. Gruntovka, kraska, gilmet hammasi stoykalar alohida. Bunday stoyka bo'lib turgan bo'lsa alohida hisoblanadi. Nari oddiy stoykalardan bo'lib turgan bo'lsa ichida hisoblanadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'ta seryozni, bundan ham seryoznilari kerak bo'lsa qilib beramiz. Bu $90 tushgan metri. Chunki xamutlari kovunli bo'lgan, sharlar kovunli bo'lgan, stoykalar alohida hisoblangan. O'shani hisobiga o'yinlarga reshotkalar qilib berganmiz. O'ta seryozni turadi. Bu oddiy tunuka palasidan emas, qalindan bo'lgan. Buni temirchilar o'zi qilgan. Sharlar kovunli bo'lgan. O'shanga qarab o'zgaraveradi summalar. 2 profil, 3 profil, 1,5 profil, kvadrat. O'shanga qarab summasi o'zgarib boraveradi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Qayerda turishimiz deyarli turibdi. Yaltillab turibdi. Ishga javob berish kerak, sifatida. Sog' bo'linglar.